O'sha trendga chiqqan Yangi Toshkent tumanini hammanglar ko'rdinglar. O'sha Toshkent tumaniga kirayotgan joyimizga kelganmiz. Mana Respublikaskiy stol tennis markazini hammanglar bilasizlar. Yonida yangi trassamiz tushgan. Shu yerda yer hisobida sotilayotgan joyimiz bor. O'shani ko'rsatib beramiz. Xohlasangiz yashang, xohlasangiz mazza qilib, dacha qilib qo'yib foydalansangiz ham bo'ladi. Havosi lekin toza, zo'r joylar. Bizani sotilayotgan xonadonimiz mana shu bo'ladi. Ichkari tomondan ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, umumiy maydoni 8 sotiq. Mana kirishimiz bilan bu yoq tomonni ko'rsanglar bo'ladi. Katta 4 ta 5 ta mashinaga bemalol joylar bor. Va bu tomonimizga uzunasiga davom etgan chap tomonda yozgi oshxona va kladovkalar qilib qo'yilgan. Ichkari tomonda o'zini 4 ta yashashga tayyor xonalari hamda yuvinish xonalari qilingan. Va bundan tashqari binoimizning orqa tomonida bo'lsa, yana o'zini katta bog'lari ham bor. Narxini 105 ming dollar so'rashyapti. Xonadonimiz Quychiq tumani, shundoqqina Yangi Toshkent tumani. Tog'i yo'liga ketaverishinglarda Betonkani yonida joylashgan. Egalari bilan yana kelishsanglar bo'ladi. Narxiga arziydimi? Fikringlarni izohlarda kutib qolamiz.